Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Siz Faxriddin Murtazoyev kanalidasiz. Faxriddin Murtazoyev kanali sayohat qiladigan, sayr qiladigan va shunga da'vat qiladigan kanal. Bugungi videomiz, bugungi sayohatimiz Jizzax viloyati G'allarol tumani ixtisoslashtirilgan maktabiga bo'ladi. Bugun bu yerda ajoyib bayram, ajoyib Navro'z sayli. O'tgan yil ham xuddi shu maktabda, xuddi Navro'z saylida mehmon bo'lganman. Bu yerdagi muhitni, bu yerdagi milliylikni his qilib, o'shandan ilhomlanib, o'z mahallamizda, o'z ko'chamizda kamondan o'q uzish, arqon tortishish musobaqalarini uyushtirganman. Bu yil ham shu yerda mehmondamiz. Bu maktabning Navro'z sayli bemalol kelib tashrif buyuradigan, tomosha qiladigan, milliylikdan zavq oladigan maktab. Videolarda eng muhim eslatma, bizning eng yaqin axborot hamkorimiz Navro'liklar Telegram kanali. Marhamat, videoni bir boshidan boshlaymiz. Barcha aziz kuzatuvchilarimizga, hamshaharlarimizga assalomu alaykum deb qolaman. Navro'z ayyom, Navro'z shunqi hali ham davom etmoqda. Mana G'allarol ixtisoslashgan maktabida ajoyib Navro'z bayramini saylni tashkil etdik. Kuzatishda davom etingizlar. Ajoyib lavhalar, ajoyib musobaqalar, do'stona uchrashuvlar hammasi siz azizlar uchun. Mana bu yerda taxta ham bor, taxtani ham oldi. Özümün anamı satıyor abi. Apa ya, bakayım. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun bizning G'allarol tumani ixtisoslashtirilgan maktabimizda har yili an'anaga aylanib ulgurgan qadriyatlar qadr topgan yurt shiori ostidagi bayram sayli o'sha boshlanish arafasida turibdi. Bugungi bayram saylimizda albatta osh sayli, sport musobaqalari, tosh ko'tarish, arqon tortish, qizlar o'rtasida o'sha o'sma qo'yish, xappak tosh o'ynash va o'sha arqondan sakrash turli tanlovlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Albatta barcha kuzatuvchilarni bayramga taklif qilib qolamiz. Barchaga bayram muborak bo'lsin.
Hey, odamlar, eshitmadim demanglar. Bugun maktabimizda katta tantana, ulug' bayram. Bugun eng ezgu tilaklar, eng go'zal raqslar, eng zo'r bellashuvlar hammasi shu yerda. O'quvchilarimizning hammasini shu yerga taklif qilib qolamiz. Assalom fasli bahor. Assalom ey ahli davra. Xush-u xursandchilik bugun yangraydi shodiyona. Marhabo ey azizlar, xush kelibsiz davramizga. Bahor va shodlik ayyomi, yangi kun muborak sizga. Assalomu alaykum aziz davramiz mehmonlari. Serquyosh yurtimizda keyingi yillar davomida ijtimoiy hayotning sohalarida katta o'zgarishlar yuz bera boshladi. Avvalo bu xalqimizning tarixiy uzoq yillik milliy turmushi va tafakkur mahsuli bo'lgan an'ana va urf-odatlari, ma'naviy qadriyatlari tiklanganligida namoyon bo'lmoqda. Darhaqiqat to'g'ri aytasiz Ibrohim. Haqiqiy o'zbekona urf-odatlarimizning hayotdan o'rin olayotgani, qadriyatlarimizning o'z mavqeini topayotgani ham shuning boisidir. O'zbek o'zligiga ishona boshladi. Bugungi qadriyatlar qadr topgan yurt shiori ostidagi tadbirimiz aynan o'zbek xalqining boy tarixi, urf-odatlari, mehmon do'stligini ko'rsatib beradigan bayram sayil bo'lib, qalbingizdan joy oladigan umiddamiz. Keling endi mehmonlarni ko'p kuttirmagan holda bayram dasturimizni ochib berish uchun so'z navbatini tuman hokimligidan Bahriddin aka Rizayevga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz bayramimiz ishtirokchilari. Mana barchalaringizning xabarlarimiz bor. Ayni kunlarda respublikamizning barcha hududlarida, tumanlarda, chekka qishloqlarda, ta'lim muassasalarida, qolaversa mana mahallalarimizda qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z shiori ostida bayram tadbirlari o'tkazilyapti. Mana shu o'tkazilayotgan tadbirlarda yoshlarimizga milliy qadriyatlarimizni ularning ongiga singdirib borish maqsadida turli xil yo'nalishdagi tadbirlar tashkil etilyapti. Mana shunday tadbirlarning guvohi sifatida biz tumanimiz markazida joylashgan ixtisoslashtirilgan maktabda tashkil etilgan qadriyatlar qadr topgan yurt nomli ma'naviy ma'rifiy tadbirda sizlar bilan qatnashib ishtirok etayotganimizdan juda ham xursandmiz. Mana bugun shu tadbirga kelish jarayonida biz yoshlarimiz tomonidan ko'rgazmali chiqishlarning guvohi bo'ldik. Albatta biz shu tadbir jarayonida sizlar bilan bevosita mana shu yoshlarimiz tomonidan tashkil qilinadigan chiqishlarda guvohi bo'lamiz deb umid qilamiz. Viloyatimizdan kelgan mehmonlarimizni, ota-onalarimizni, ustozlarimizni, mana shogirdlarimizni va jajji o'g'il-qizlarimizni Navro'z bayrami bilan tuman hokimligi nomidan samimiy tabriklayman. Yurtimiz doimo tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Malham qo'ygan ko'ngil dog'iga, hijron yoqqan o'rik shoxiga, oq ro'molin otgan kelinchak. Mana azizlar, bayram dasturimizni rasmiy qismi ham ochib oldik. Endi esa sizlarni bayram dasturimizdan o'rin olgan chiqishuv bellashuvlarni tanishtirib o'tamiz. Undan oldin esa 7-A sinfning go'zal qizlar ijrosidagi go'zal raqsga beramiz.
Keling endi bugungi bayram saylimizni tanishtirib o'tamiz. Siz aziz mehmonlar bilan birgalikda Eng yaxshi bezatilgan dasturxon nominatsiyasini aniqlash, milliy raqs va laparlar nominatsiyasini aniqlash, sinflar kesimida arqon tortish nominatsiyasini aniqlash, kurash o'yinlari nominatsiyasini aniqlash, polvonlar tosh ko'tarish nominatsiyasini aniqlash, kamondan o'q uzish nominatsiyasini aniqlash, chaqqon qizlar ishtirokida 5 tosh o'yini nominatsiyalarini aniqlash, arqonda sakrash nominatsiyasini aniqlash, musaffo osmonimda uchgan varraklar nominatsiyasini aniqlash, o'sma qo'yish va chevarchilik nominatsiyalarini aniqlash. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz lozimki, bugungi saylimizning eng qiziqarli nominatsiyasi eng mazali osh nominatsiyasi. Qani bo'lmasa mehmonlar, sizlarni sinflar kesimida bezatib qo'yilgan bir-biridan chiroyli dasturxonlarimizni baholashimizga iltimos qilamiz. Undan oldin esa go'zal qizlar ijrosida raqs bor. Marhamat. Rahmat go'zal qizlar. Endi esa mehmonlarni chap tarafdan boshlab dasturxonlarimizni baholashga taklif etamiz. Welcome to our Nowruz holiday, and we are happy to know that you are all coming to our holiday, and you are welcome and enjoy our party. Sumalak tarixi bitta ayol beva ayol bolalariga o'qitib bo'lmay qoladi. Keyin qayerdandir bug'doy podvaldami bug'doy bo'ladi, bug'doyda o'skani bo'ladi. Shuni tosh bilan qo'shib oqshom bilan qaynatib chiqadi, keyin ertalab nima tayyor bo'lganini bolalarga beradi. Men bilganim shuda.
taomlar. Qanday milliy taomlar bilan endi bu yerda dasturxonga o'zlaringiz qo'ygansiz? Bayram dasturxonini milliy taomlarimiz bilan, masalan, ko'klardan Milliy taomlar bor. Ayting, qayla bor, norin bor, ko'k manti bor, go'sht manti bor, ko'k somsa, go'sht somsa, chuchvara, qovurilgani. Go'sht somsa, ko'k somsang qani? yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma narsa milliy taomlar qilganmiz. Milliy masalari ham topiladi. Xohlagan narsa. Chuchvara, milliy taomimiz, qilbindi, barak, osh, milliy taomlarimiz. Mashhurda. Qayda somsalar bor. Ko'k somsalar bor, kashkalar bor, piyoqlar qilingan. Bu yerda bitta milliy taomimiz qaylar ham qilingan. Bu tarafda esa qo'shnimiz xo'ja ham pishirgan qatlamalar. To'y bo'yida yurgan yigit, qo'shu ko'zini suzgan yigit, qo'shu ko'zini suzgan yigit, bilak uzugimni olgan yigit, endi bergin bilak uzugimni, bilak uzugimni yurganim yo'q, qo'shu ko'zimni suzganim yo'q, to'y bo'yida yurganim yo'q, qo'shu ko'zimni suzganim yo'q, bilak uzugimni olganim yo'q. Milliy taomlarmi?
Hurmatli o'quvchilar, sizlar nechi sinf? Sizlar nechi sinf? Bular buncha ko'p. Sizlar 6 lar. Endi qaranglar. 5 ta 5 ta, 6 tadan qosim bo'ldi. Qolganlar tayyormi? 1 yelkam orqaga. 2 3 Yanapti, ket. Sağ eko'm Yo'q, 17 dan keyin ko'p qilsa Bular ham birinchisi. Ritmga tushish kerak, ritmga. Halol kurash. Hadi. Давай. Başla. Üstüne kuraş. Davay, mana shularni kurashgan bilan jutadigan bormi? Nominatsiya bor kurashchilarga, nominatsiya. Oyoq tashlash mumkin emas-ku. Davay. Arkadaşlar bir yerde işler. 26, 27, 28. Ayakla çalıp. Bana ver. Timada. Juftlar. Ko'pmaydi bo'lmasa. Keyin ikkitani ortib toshni olasiz. Avval yoyib olasiz qo'lingizga mana bittasini olib, hamma tosh qo'lingizga yig'ilsin. Ko'rdingizmi? Ikkinchi shartida ikkitalik juft qilib olasiz. Agar uzoq bo'lsa, ikkalasi mana bunday sherik qilib olishingiz kerak. Yaqin bo'lsa, mana birga olib. Üçüncü şartıda bitta olasiz, keyin ichalasini. To'rtinchi shartida esa to'rtalasini birga yig'ib olishingiz kerak. O'sha o'quvchi eng oxiridagi to'rtinchisini ham olgan o'quvchi mana nominatsiyamizda g'olib bo'ladi. Stolga taklifingizlar. Pulda kesinglar. Ishlama buni. Ishlama.
Aslida ushlama. Ushlamada, iya. Ushlash kerak. Foydasi ushlash kerak. Baba. Ketdi. Balaxon reaksiya birinchi marta ekan chapadi. Sanjar 10 pulda bitta o'ynak. Donakni ko'tarmoqda. Samandar menga kecha aytdi, ustoz joylar ochib berasiz. Hozir aytib qo'ymaylik demoqchi. 5 yil oldin bittaga. 8 bilan bog'lar bilan tushsangiz 8lar bitta, 7lar bitta, 5lar 5-6 bitta. Mana shunday tinch yurtimizga bayramlar yarashadi, sayillar yarashadi. Mana shunaqa sayil bayram o'tkazish uchun ixtisoslashtirilgan maktab bo'lish shart emas. Boshqa maktablar ham, oddiy maktablar ham xuddi shunaqa bayram qilsa bo'laveradi. Ajoyib bayram, ajoyib sayil, taassurotlar bir olam. Videoni shu yerda yakunlaymiz. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, sayr qiling, sayohat qiling.